qo'shinlari va Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Tojikiston Respublikasidan Sirdaryo daryosi orqali mamlakatimiz hududiga davlat chegarasini buzgan holda suzib o'tgan Bekobod shahrida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan fuqaro qo'lga olinib, uning yonida bo'lgan 5 kilogramm 31 gramm gashish giyohvandlik vositasi protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Mas'ul giyohvandlik vositasi qayerdan olibdingiz? Tojikiston Respublikasi. Aynan qayerdan? Suvdan. Akkumulyator zaryadi kam. Davlat chegarasini buzdingizmi? Nima maqsadda o'tdingiz? Pul ishlash maqsadida. Boshqa holatda esa xizmatning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va bojxona idoralari hamkorligida poytaxtda faoliyat yurituvchi xususiy tibbiy klinikalardan birining xonasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda mazkur shifoxonada davolanayotgan 1970-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli 1 kilogramm 367 gramm gashish moddasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. Buni qayerdan olib keldingiz? O, o'sha Navoiydan olib keldim. Bepul oldingizmi? Nima narsa bu? Giyohvandlik vositalari bilan bog'liq noqonuniy holatlar Farg'ona viloyatida ham qayd etildi. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona tumanida istiqomat qiluvchi 1998-yilda tug'ilgan shaxs muqaddam o'zining jinoiy sherigi tomonidan xufiya joyga qoldirib ketilgan 1 kilogramm 21 gramm gashish moddasini olgan vaqtida ushlandi. shuningdek, uning yashash xonadonidan ham 2 gramm opiy moddasi ashyoviy dalil sifatida olindi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida uning jinoiy sherigi hisoblangan Farg'ona shahrida yashovchi 1998